Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Bizga juda ham ko'p savollar kelib tushyapti, ya'ni qinni toraytirish haqida. Juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi. Qinni lazer yordamida toraytirib bering yoki operatsiya yordamida toraytirib bering deb juda ham ko'p ayollar murojaat qilishadi bizga. Qizlar, avvalambor qizni toraytirish uchun sizlar aytganinglarni biz qilib bera olmaymiz. Uning uchun avvalambor ginekolog osmotr qilib tekshirish kerak. Kimgadir lazer yordamida toraytirish to'g'ri kelishi mumkin. Kimgadir operatsiya yo'li bilan toraytirish to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun albatta toraytirishdan oldin albatta ginekolog konsultatsiyasini olish kerak bo'ladi. Lazer yordamida toraytiriladigan ayollarda ko'pida opushniylar bo'lmaydi. Vлагалище, matka opushniyalari umuman bo'lmaydi. Sidu ushamasliklar bo'lmaydi. Ana o'sha ayollarga ko'proq lazer yordamida toraytirish ko'proq to'g'ri keladi va u lazer kuchi uzoq vaqtga yetadi. Bir xil ayollarda opushniylar kuchli bo'ladi, sidu ushamasliklar kuchli bo'ladi. Bunaqa ayollarga lazer ham to'g'ri kelishi mumkindir, lekin uzoq vaqt ushlab turilmaydi uni kuchi. Shuning uchun unaqa ayollarimizga ko'proq biz operativniy plastik operatsiyani tavsiya qilamiz. Yana bir xil ayollar keladi menga, men yaqinda turmushga chiqdim yoki endi bittagina farzandim bor. Men lazer ham operatsiyani ham xohlamayman, lekin shu narsaga ehtiyoj bo'lmasligini, ya'ni oldini olib yurishini xohlayman deydigan ayollarimiz ham bo'ladi. U ayollarga men tavsiya qilgan bo'lardimki, o'zini mashqlari bor. Shu qin devorlarini har doim mustahkam va tor turishi uchun bajarib yuriladigan mashqlar bor. Ya'ni ko'shka, kegel mashqlari, fitness zallariga qatnashishni tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shu mashqlarni doimiy ravishda qilib yurgan ayollarimizni lazerga ham, plastik operatsiyalarga ham vaqtida qilib yurilsa, bo'lagacha olib keladigan осложнениялар bo'lmaydi.